Bunaqa qo'li gul usta ekaningizni bilmagan ekanmiz, quda. Tag'in juda tez sifatli ishlar ekansiz. 2 kunlik ishni bir kunda o'zingiz bajardingizda qoyil, lekin. Ha, endi otam rahmatli yoshligimdan suyagimni mehnat bilan qotirganlar. Kasb hunari o'rgatgan. Bo'sh vaqtlarim mana shunaqa kunli ishlarga chiqib turaman. Aybga bo'lmaydi. Iqtisodiy yetarlicha. To'g'ri. Lekin kunli ishga chiqib mardikorlik qilishga uyalmaysizmi? Cho'y. Dada. Rahmat. Men unday qila olmagan bo'lardim. To'g'ri aytdingiz. Rahmat. Meni qator savdo do'konlarim bor. Ulardan yaxshi daromad topaman. Ammo Oyjon, peshona terim bilan topgan mehnatimning pulini o'z o'rni bor. Otam rahmatli o'layotganlarida men u kishiga o'ksib gapirdim. Ota, endi sizni hajlarga olib borishga qurbim yetganda sizni og'iringizni yengil qilishga qurbim yetganida meni tashlab ketyapsizmi degan edim. Endi sizga qanday yaxshilik qilaman, qanday duoingizni olaman degan edim. Otam esa, bolam, menga yaxshilik qilmoqchi, savob bermoqchi bo'lsang, peshonangdan ter chiqib, mehnatingdan topgan pulingga muhtojlarga sadaqa qilgin deganlar. Mana 30 yildan oshdiki, men otam uchun mardikorlik qilib, peshona terim bilan topgan puldan ehson qilaman. Meni hamma narsam bor. Lekin ota-onam yo'q. Armonim shu.